Mana bu yerda xo'j $1,000,000 bo'lsin. Eringizni agar cho'ntagida 0 so'm bo'lsa ham unutmang, siz bu insonning ayolisiz, rafiqasisiz. Nechta pul bo'lishidan qat'iy nazar, pul sizni bu insonga bo'lgan munosabatingizni baholashi kerak emas. Bu inson sizdan bir pog'ona tepada, balandda va bu doim shunday bo'lishi kerak. Farqi yo'q bu yeringizda nechta pulingiz bor, umuman farqi yo'q va farqi yo'q bu insonning holati qanday. Bu insonga turmushga chiqdingizmi? Siz shu inson bilan yashayapsizmi? Shu insonni jufti halolimisiz? Nikohidamisiz? Bo'ldi, mana shu fakt yetarli. Bu insonning hurmatini, qadrini har tomonlama joyiga qo'yishga. Shuning uchun sizni mana bu yerdagi pulingiz, moliyaviy ahvolingiz, nechta kvartirangiz yoki nechta mashinangiz bo'lishi va hokazolar sizning ayollik holatingizga va shu inson bilan munosabatingizga mutlaqo ta'sir ko'rsatishi kerak emas. Mana shu oddiylikni ushlab turing.